İkinci bab. Ötüp ketiş heytidan keyinki 50-ci kuni kelgan o'rmi heytida e'tiqodchilarning hammasi Yerusalimda bir yerga jam bo'lgan edi. Osmondan tuyuqsiz go'yo qattiq shamol chiqqandek bir ovoz anglanib, ular o'tirgan uyni qopladi. E'tiqodchilarning hammasi o'zining ustiga xuddi o't yolqinidek bir narsaning ayrim tushganligini ko'rdi. Ularning hammasi Xudoning muqaddas ro'yiga cho'mib, u ato qilgan alohida qobiliyat bilan o'zlariga noma'lum bo'lgan tillarda Xudoga batiya o'qishga boshladi. U chaqda Yerusalimda dunyodagi har qaysi davlatlardan kelgan nurg'un ixlosman Yahudilarmi bor edi. Ular bu ovozni anglab, e'tiqodchilar boyaga jam bo'lishdi. Hamda o'zlarining tillarida so'zlashayotgan e'tiqodchilarni ko'rib, dong qetib qilishdi. Ular hayron bo'lib, qaranglar, so'zlashayotganlar galiliklar emasmi? Ular qandoqlarcha bizning tillarimizda so'zlashalaydi. Aramizda Partiya, Mediya, Elam, Mesopotamiya, Yahudiya, Kapadokiya, Pontus, Asiya, Frigiya, Pamfiliya, Mısır, Liviyaning Kiriniga yaqin joylardan kelganlar, Krit va Arabistondan kelganlarmi bor. Yana Rim shahridan kelgan Yahudilar va Yahudi diniga kirgan boshqa millatlarmi bor. Ammo hammamiz ularning Xudoning qilgan ulug' ishlarini, bizning tillarimizda maqtag'anlarini anglayotimiz, deyishdi. Ular tengirqab qolganligidan hayronlik bilan bir-biriga "Bu zodi qandoq ishdi?" deyishdi. Ba'zilar "Bular obdalla mas bo'lib qopti" deb masxara qilishdi. Buni anglagan Petrus boshqa 11 elchi bilan birga o'rnidan turib, yuqori ovoz bilan ko'pchilikka: "Hey Yerusalim aholilari va boshqa Yahudi qarindoshlar, sizlarga ahvolni tushuntirib o'tay. So'zlarimga quloq solinglar. Sizlar bizni mas bo'lib qopti deb atamsizlar. Undaq emas. Texi endi atigan soat 9 bo'ldi. Halbuki Xudo burun bu ish haqida Yoel payg'ambar orqali oldin aytib mundaq degan. Xudo shuni va'da qildiki, men oxir zamonda hamma insonlarni muqaddas ro'yimga cho'mdiraman. O'g'il qizlaringlar mening vahiylarimni yetkizdi. So'zlarim yigitlarga g'oyibona alomatlar, yashanganlarga tushlar orqali yetkizildi. O kunlarda barliq ayol xizmatkorlarim ro'yimga cho'mildirilib, mendan kelgan vahiylarni so'zlaydi. So'roq qiladigan ulug' kun kelishdan burun ko'kda karomat ko'rsataman. Yer yuzidami mo'jizlarni yoritaman. Yerda qon, o't va qop-qora istutaklar ko'rinadi. Ko'kda quyosh nuri qorong'ulikqa cho'kib, oymu qon rangiga kirdi. Parvardigordan nijotlik tilaydiganlarning hammasi qutqizildi. Ey İsrail qarindoshlar, so'zlarimga quloq solinglar. Xudo Nosiralik Ayso orqali oranglarda ko'rsatgan mo'jiza va karomatlari bilan Hazrati Aysoni o'zining avatganligini isbotlagan. Bu ish hammanglarga ma'lum. Hazrati Ayso Xudoning oldini ola bilishi va plani bo'yicha sizlarga topshirildi. Sizlar uni Xudoyimizga ishonmagan razil odamlarga tutib berib, kreskga mixlatib o'ltirgizdinglar. Lekin u o'lgandan keyin Xudo uni o'limning ilkidan qutqizib, qayta tirildirdi. Chunki o'lim uni chirmib ololmadi. Podsho Davud Zaburda u haqida mundaq oldin aytgan: Men Parvardigorning doim yenimda turganligini bildim. Men hargiz tavranmayman. Chunki u mening o'ng yenimda turib, menga yordam berdi. Shunga men uningga xushallik bilan matiya o'qiyman. O'lsammi, tenim umid ichida turdi. Chunki sen meni o'liklar diyorda tashlab qo'ymaysan. Sening sodiq,
xizmatkorning tenining muchirishiga yo'l qo'ymaysan. Haqiqiy hayotlikka yetaklaydigan yo'lni menga ko'rsatding. Endi sen meni huzuringda xushalliqqa cho'mdirsan. Qarindoshlar, sizlarga aniq aytalaymanki, bu so'zlar cho'qim podsho Davudning o'ziga qartilmaydi. Chunki ajdodimiz Davud olamdan o'tib yerga ko'mildi. Uning qabrisi bugungacha bu yerda saqlanmoqda. U bo'lsa payg'ambar bo'lib, Xudoning uning taxtiga o'z avlodidan biraylarni varisi qildirishga qasam bilan va'da berganligini bilatdi. Podsho Davud Xudoning oldin aytganlarining cho'qim amalga oshirdiganligini bilib, qutqizguchi Masihning o'lgandan keyin tirildirdiganligini, ya'ni o'liklar diyorda tashlab qo'yilmaydiganligini va tenining chirimaydiganligini aytgan. Bu so'z Xudo o'limdan tirildirgan Hazreti Aysoga qartilgan bo'lib, biz bu ishning guvohchilari. Xudo uni tirildirib, erishga elib chiqib ketgandan keyin uni cho'ng shon-sharafga ega qilib, o'zining o'ng yonida o'ltirg'izdi. Hazreti Ayso Xudo ota va'da qilgan muqaddas ruhni uningdan oldi va hozir ko'rayotgan, anglayotganlaringlardek bu ruhni bizlarga tushirdi. Podsho Davud hargiz erishga chiqmagan. Uning yozgan mo'ni so'zlarimi qutqizuvchi Masihga qartilgan. Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, men sening dushmanlaringni oyog'ing ostida dasatguncha mening o'ng yonimda o'ltirg'in. Shuning uchun, hey Isroil qarindoshlar, shuni qat'iy bilishinglar kerakki, Xudo sizlar kreska mixlab o'ltirgan Hazreti Aysoni ham Rabbimiz, ham bizni gunohlarimizdan ozod qiladigan qutqizuvchi Masih qilib tayinladi, dedi. Petrusning bu so'zlari anglag'uvchilarga yurakka sanchilgan xanjardek kuchli tegdi. Ular qoyil bo'g'inidan Petrus va boshqa elchilardan, qarindoshlar, undaqda qutqizilish uchun qanday qilishimiz kerak deb so'rashdi. Petrus ularga mundaq javob berdi. Gunohlaringlarning kechirim qilinishi uchun yomon yo'llaringlardan yenib tavba qilinglar. Hamda Ayso Masihga e'tiqod qilganliginglarni ko'rsatish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunda qilsanglar, Xudo sizlarga muqaddas ruhni ato qiladi. Bu va'diga sizlar va sizlarning avlodlaringlar hamda dunyoning bulung pushqoqlarida yashayotganlarmi erishalaydi. Chunki Rabbimiz Xudo o'zi chaqirgan kishilarning hammasiga o'zining ruhini ato qiladi. Petrus yana nurg'un so'zlar bilan ularni ogohlantirdi va ularga sizlar o'zinglarni Xudoning bu zamonning chirib ketgan kishilariga keladigan jazosidan qutuldiringlar deb ogohlantirdi. Nurg'un kishilar uning so'zlariga ishinib, cho'mildirishni qabul qildi. Shu kuni 3000 kishi e'tiqodchilar jamoatchiligiga qo'shildi. Ular boshqa e'tiqodchilar bilan doim jam bo'lishib, elchilarning ta'limini anglab, Hazreti Aysoni xotirlash uchun nonni bo'lishib yeyishdi va duo qilishdi. Elchilar nurg'un mo'jiza va karomatlarni ko'rsatdi. Xaloyiqni qo'rqinch bosdi. Butun e'tiqodchilar davomliq birga inoq yashab, sening mening deyishmay, boriga do'st bo'lishdi. Mol-mulklarini setib, pulini har kimning ehtiyojiga qarab taqsim qilishdi. Har kuni markaziy ibodatxona hovlisiga kirib, ibodat qilishdi. O'ylardimi xushal-xuramlik va oq ko'ngillik bilan bir-birini mehmon qilishib, Hazreti Aysoni xotirlash uchun nonni bo'lishib yeyishdi. Ular Xudoga matiya o'qishib, butun shardikilarning hurmatiga sazovar bo'ldi. Xudo har kuni yangi e'tiqodchilarni ularning orasiga qo'shatdi.